Baraka va boylikni kesadigan 3 ta tuzoq. Birinchisi o'tmishga achinish va bo'lib o'tgan ishlarda kimlarnidir aybdor sanash. Ya'ni mana shunaqa qilmasa, mana shu hayotga kelmasdim, shu hayotimga aralashmasa ajrashmasdim, shuni deb mana shu vaziyatga kelib qoldim degan holatlar sizdagi barakani mutlaqo kesib tashlaydi. Ikkinchisi kelajak uchun qo'rquv. Rizq kengligi tavakkalni yaxshi ko'radi. Agar siz Robbingizga suyana olmasangiz, kerak payt tavakkal qila olmasangiz, har doim hamma narsani miyangizdagi o'lchovlar bilan hisob-kitob qilsangiz, bu ham sizda barakani kesadi. Uchinchisi hozirgi holat uchun noshukrchilik. Ya'ni har qanaqa vaziyatda sizning reaksiyangiz negativniy bo'ladi. Siz bunda odamni ayblaysiz, siyosatda ayblaysiz, vaziyatda ayblaysiz, svet, gaz, suv, kommunalniy uslugalarni ayblaysiz. Ya'ni o'zi yashab turgan hayotingizni o'zgartirishga hech qanaqa hozir qo'lingizdan kelmasa ham, shu Robbimdan-ku deb shukr qilmaysiz-da, doim o'shani mana bunaqa bo'lish kerak, mana bunaqa bo'lish kerak edi deb pretenziya bildirasiz. Inson birinchi o'rinda barakani qalbdagi kenglikda, qalbdagi boylikda ko'rish kerak. Ya'ni qalbi boy inson nima hayotida bo'lsa ham o'sha narsada xayr va hikmatni ko'ra oladigan insongina bu hayotda haqiqiy barakani his qila oladi. Har doim nolish pozitsiyasida bo'lib, hayotingizda aybdor insonlarga fokusingizni qaratganingizda nima o'zgarishlar bo'lgan? Kommentariyada yozing.